pensiyasini plastik kartaga oladiganlar, ayniqsa yoshi katta ota-onalarimiz bu ma'lumotni albatta eshitish kerak. Chunki oxirgi paytlarda pensiya kartalari bilan bog'liq tushunmovchiliklar, karta bloklanishi, pul yechib olinishi, muddat tugashi, bankomatdan naqd pul ola olmaslik, begona odamlar telefon qilib kod so'rashi kabi holatlar ko'paymoqda. Men bugun sizga oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Qanday xatolar odamlarni pulsiz qoldirishi mumkin? Va pensiyangizni himoya qilish uchun hozirdanoq nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda pensiya oladigan ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, qo'shnimiz yoki qarindoshimiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying va bu xabarni yaqinlaringizga yetkazing. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensiyasini naqd shaklda olardi. Pochta xodimi uyga olib kelardi yoki odam o'zi borib olardi. Pul qo'lga tekkandan keyin odam xotirjam bo'lardi. Mana pensiyam keldi. Kerak bo'lsa bozorga boraman, dori olaman, kommunal to'lov qilaman, nevaraga yordam beraman. Albatta, bu tizimda ham navbat, kechikish, uyda bo'lmaslik, hujjat bilan bog'liq muammolar bo'lgan, lekin ko'pchilik uchun tushunarli edi. Keyin pensiyalarni bank kartalariga o'tkazish kengaydi. Buning yaxshi tomoni bor. Pul tez tushadi, kartada saqlanadi, do'konda to'lash mumkin. Mobil ilova orqali to'lov qilish mumkin. Lekin aynan shu yerda yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Chunki karta oddiy konvert emas. Karta bilan birga PIN kod, SMS kod, bank ilovasi, karta muddati, bankomat, terminal, firibgar qo'ng'iroqlar, limitlar, bloklash va qayta rasmiylashtirish kabi masalalar ham keladi. Hozir o'zgarayotgan narsa shuki, banklar va to'lov tizimlari xavfsizlikni kuchaytiryapti. Shubhali operatsiyalar bo'lsa, karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Karta muddati tugagan bo'lsa, pul tushgan bo'lsa ham undan foydalana olmasligingiz mumkin. Telefon raqami o'zgargan bo'lsa, SMS kelmaydi. Bank ilovasiga begona odam kirgan bo'lsa, pul bir necha daqiqada yechib olinishi mumkin. Eng yomoni, ko'p pensionerlar buni kech bilib qoladi. Pul kartaga tushgan, lekin ishlatib bo'lmayapti, yoki pul tushgan, lekin kimdir yechib olgan. Shu sababli odamlar shokda deyishimizning sababi ham shu. Muammo pensiya to'lanmay qolganda emas. Ko'pincha odam o'z puliga vaqtida kira olmay qolganda yoki o'zining ehtiyotsizligi sabab pulini yo'qotganida. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldin olish uchun gapiryapman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya kartangizning muddati bor. Kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Masalan, 05/25 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil may oyigacha amal qiladi degani. Ko'pchilik kartam ishlayapti-ku deb yuraveradi. Lekin muddat tugagandan keyin bankomat pul bermasligi, terminal to'lovini qabul qilmasligi. Ayrim hollarda karta orqali amaliyot to'xtashi mumkin. Pensiya esa hisob raqamga tushishda davom etishi mumkin. Natijada odam pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul bor, faqat karta yangilanishi kerak. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxonning kartasi iyun oyida tugagan bo'lsin. Iyulda pensiyasi 20.200.000 so'm tushadi. Otaxon bankomatga boradi. Bankomat kartani o'qiydi, lekin pul bermaydi. U davlat pensiyani bermayapti deb xavotirlanadi. Aslida masala oddiy. Bankka borib yangi karta olish kerak. Agar buni oldindan bilganda kartaning muddatiga qarab, muddati tugashidan 10-15 kun oldin bankka murojaat qilgan bo'lardi va asabiylashmasdi. Ikkinchi muhim masala, PIN kodni hech kimga bermaslik kerak. Men bu gapni juda ko'p takrorlayman. Chunki aynan shu oddiy xato eng katta yo'qotishlarga olib keladi. Ba'zi pensionerlar kartasini qo'shniga, sotuvchiga, tanishga, hatto ba'zida uzoq qarindoshga berib, mana pul yechib kel deydi. O'sha odam halol bo'lishi mumkin. Lekin karta va kodni boshqaga berish odatga aylansa, bir kun muammo chiqishi mumkin. Bank nuqtai nazaridan PIN kod bilan yechilgan pulni qaytarish juda qiyin. Chunki tizim buni karta egasi roziligi bilan qilingan amaliyot deb ko'rishi mumkin. Masalan, bir bu nabrasiga kartasini beradi. Kartada 9.000 so'm pensiya bor. Nabra 400.000 so'm olib kelishi kerak edi. Lekin 700.000 so'm yechib oladi. Bu oilaviy mojaro bo'lib qoladi. Bank esa PIN kod kiritilgan, karta ishlatilgan deydi. Bu yerda qonuniy isbotlash qiyin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l kartani va PIN kodini faqat ishonchli qonuniy vakil orqali ishlatish. Imkon bo'lsa bankdan qo'shimcha karta, ishonchnoma yoki rasmiy tartib haqida maslahat olish. Uchinchi masala telefon raqam
Pensiya kartasiga ulangan telefon raqam juda muhim. SMS xabarlar, bank ilovasiga kirish, parol tiklash, operatsiyalarni tasdiqlash ko'pincha shu raqam orqali bo'ladi. Agar pensioner eski raqamini ishlatmay qo'ygan bo'lsa, sim karta yo'qolgan bo'lsa, raqam boshqa odamga o'tgan bo'lsa, xavf paydo bo'ladi. Chunki ayrim firibgarlar aynan shu zaif joydan foydalanadi. Oddiy misol, amaki kartani 3 yil oldin olgan, o'sha paytda bir raqam ko'rsatgan, keyin telefon yo'qotgan, yangi raqam olgan. Lekin bankka borib yangilamagan. Kartaga pensiya tushadi, lekin SMS kelmaydi. U pul tushgan-tushmaganini bilmaydi. Agar eski raqam boshqa odam qo'liga o'tgan bo'lsa, ba'zi xizmatlarda xavfsizlik xabarlari o'sha raqamga ketishi mumkin. Shuning uchun bankdagi telefon raqamini tekshirdirish juda muhim. 4-masala firibgar qo'ng'iroqlar. Hozir men bankdanman, pensiya fondidanman. Kartangiz blok bo'ladi. Sizga qo'shimcha pul tushadi. Kompensatsiya bor, kod ayting. Plastik kartangizni yangilab beramiz deb qo'ng'iroq qiladiganlar ko'paygan. Men ekspert sifatida aniq aytaman. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Agar so'rasa, bu firibgarlik belgisi. Masalan, onaxonga qo'ng'iroq qilishadi. Sizga 500 ming so'm qo'shimcha ijtimoiy yordam tushadi. Faqat hozir telefonga kelgan kodni ayting deyishadi. Onaxon ishonadi, kodni aytadi. 5 daqiqadan keyin kartadagi 1 million 500 ming so'm boshqa hisobga o'tib ketadi. Keyin odam bankka boradi, ariza yozadi, lekin pulni qaytarish har doim ham oson emas. Chunki kodni odamning o'zi aytgan bo'ladi. Shuning uchun har qanday kod bu kalit. Uyingiz kalitini begona odamga bermaysiz-ku. SMS kod ham xuddi shunday. 5-masala bankomat va naqd pul. Ayrim pensionerlar kartaga pul tushgani bilan naqd olmoqchi bo'ladi. Bankomatda pul bo'lmasligi, limit bo'lishi, texnik nosozlik bo'lishi mumkin. Bu pensiya kelmadi degani emas. Ba'zan odam bitta bankomatga boradi, pul bermasa vahima qiladi. Aslida boshqa bankomatdan yoki bank kassasidan olish mumkin. Lekin bunda komissiya masalasi ham bo'lishi mumkin. O'z bankingiz bankomatida bir xil, boshqa bank bankomatida boshqacha shart bo'lishi ehtimoli bor. Shartlarni bankdan aniqlab oling. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, kartasining muddati yaqin tugaydiganlar. Ikkinchidan, telefon raqamini o'zgartirganlar. Uchinchidan, bank ilovasidan foydalanmaydigan, lekin kartasini boshqalarga berib qo'yadiganlar. To'rtinchidan, oxirgi paytda shubhali qo'ng'iroq olganlar. Beshinchidan, kartasida pensiyadan tashqari katta mablag' saqlaydi deganlar. Agar kartangizda 3,4 million so'm yig'ilib qolgan bo'lsa, xavfsizlikka 2 barobar e'tibor bering. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar kartangiz muddati amalda bo'lsa, telefon raqamingiz to'g'ri ulangan bo'lsa, SMS xabarlar kelib tursa, PIN kodni hech kimga bermasangiz, shubhali havolalarga kirmasangiz, bank ilovasiga begona odam kirmagan bo'lsa, siz oddiy qoidalarga amal qilsangiz, pensiyani kartaga olishning o'zi xavfli emas. Xavf kartada emas, ko'pincha noto'g'ri foydalanishda. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Karta bloklangan bo'lsa, pul yo'qoldi degani emas. Ko'p odam karta ishlamasa darhol pensiyam kuyib ketdi deb o'ylaydi. Yo'q, karta va hisob raqam alohida tushunchalar. Karta hisobdagi pulga kirish vositasi. Agar karta bloklansa, pul hisobda turishi mumkin. Bankka borib shaxsni tasdiqlaysiz, sababini aniqlaysiz, kerak bo'lsa karta qayta chiqariladi yoki blok yechiladi. Ikkinchi nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi odamlar kartamga pensiya tushdi, lekin kam tushdi deydi. Buning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Kredit qarzi, aliment, ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish, bank xizmatlari yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar. Lekin har qanday ushlab qolish bo'yicha odam tushuntirish talab qilishga haqli. Siz bankdan ham, pensiya bo'limidan ham, majburiy ijro byurosidan ham ma'lumot so'rashingiz mumkin. Pul kam tushdi, demak o'g'irlashdi deb xulosa qilishdan oldin hujjat so'rang. Uchinchi nozik jihat, vafot etgan pensionerning kartasi. Bu juda sezgir mavzu, lekin aytishim kerak. Ba'zan yaqinlari odam vafot etganidan keyin ham kartadagi pulni yechib olishga urinadi. Bu qonuniy muammoga olib kelishi mumkin. Vafot holati ro'yxatdan o'tgach, ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi talab qilinishi ehtimoli bor. Meros, dafn puli, to'lanmay qolgan summa kabi masalalar rasmiy tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda bankka, pensiya bo'limiga yoki mahalladagi mas'ul xodimlarga murojaat qilish kerak.
To'rtinchi nozik jihat. Ishonchnoma. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, bankka bora olmasa, ko'rish yoki eshitish qiyin bo'lsa, oiladagilar ko'pincha kartani berib qo'ya qoling deyishadi. Lekin rasmiy yo'l ishonchnoma yoki bank belgilagan tartibdir. Notarial ishonchnoma qonuniy vakillik yoki bankning ichki talablariga mos hujjat bilan ish qilinsa, keyinchalik mojaro kamayadi. Ayniqsa oilada bir nechta farzand bo'lsa, kim pulni oldi, qayerga ishlatdi degan gaplar chiqmasligi uchun hammasi ochiq bo'lgani yaxshi. 5-nozik jihat ilovalar va telefon xavfsizligi. Ba'zi farzandlar ota-onasining kartasini o'z telefonidagi bank ilovasiga ulab qo'yadi. Agar oila ichida ishonch bo'lsa, bu qulay bo'lishi mumkin, lekin xavf ham bor. Telefon yo'qolsa, parol oddiy bo'lsa, bolalar telefonni ishlatsa, begona odam ilovaga kirib qolsa, pul ketishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Bank ilovasida kirish parolini murakkab qiling. Telefon ekraniga parol qo'ying. Ilovani begonalarga ochmang. Operatsiya limitlarini tekshiring. 6-nozik jihat SMS xabarni o'chirib tashlamang. Katta yoshdagi odamlar ba'zan telefon xotirasi to'ldi deb hamma xabarni o'chiradi. Agar pul bilan bog'liq nizo chiqsa, SMS xabarlar foydali bo'lishi mumkin. Albatta, bankdan rasmiy ko'chirma olish mumkin. Lekin SMS ham tezkor dalil sifatida yordam beradi. Masalan, falon kuni falon summa yechildi degan xabarni ko'rib, qaysi vaqtda, qaysi joyda operatsiya bo'lganini tezroq aniqlash mumkin. 7-nozik jihat. Karta almashtirilganda eski karta bilan bog'liq xizmatlar. Ba'zan odam yangi karta oladi, lekin eski kartaga bog'langan avtomatik to'lovlar, ilova sozlamalari, SMS xizmati, telefon raqam, limitlar tekshirilmay qoladi. Natijada keyingi oy yana muammo chiqadi. Yangi karta olganda bank xodimidan aniq so'rang. Pensiya shu kartaga tushadimi? SMS xabar ulanganmi? Telefon raqam to'g'rimi? Ilova ishlaydimi? Naqd yechish sharti qanday? Karta qachoncha amal qiladi? 8-nozik jihat kartani rasmga olib yuborish. Hech qachon kartani old va orqa tomonini rasmga olib Telegram, SMS yoki boshqa messenjer orqali yubormang. Pul tashlab beraman. Kartangizni rasmga oling degan gaplarga ishonmang. Pul o'tkazish uchun odatda karta raqami yetarli bo'lishi mumkin. Lekin karta orqasidagi kod amal qilish muddati va SMS kod xavfli ma'lumotlar hisoblanadi. Kartaning to'liq rasm firibgarga eshik ochib berishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin 2 oy ichida tugasa, kechiktirmang. Bankingiz filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankka oldindan qo'ng'iroq qilib, vakil orqali qanday tartibda hal qilish mumkinligini so'rang. Ikkinchi qadam, bankdagi telefon raqamingizni tekshirtiring. Bank xodimiga mening pensiya kartamga qaysi telefon raqam ulangan, SMS xabar ishlayaptimi deb aniq savol bering. Agar eski raqam bo'lsa, yangi raqamga almashtiring. Buning uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Raqamni yangilagandan keyin kichik operatsiya qilib, SMS kelayotganini tekshirib ko'ring. 3-qadam, PIN kodni almashtiring. Agar uni kimdir bilsa, agar siz PIN kodni farzandingiz, qo'shningiz, sotuvchi yoki boshqa odamga aytgan bo'lsangiz, uni o'zgartirish kerak. Buni bankomat orqali yoki bank filialida qilish mumkin. PIN kod tug'ilgan yil 1121, 1234, 1000 bo'lmasin. Oson topiladigan kod xavfli. PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. Bu hamyon yo'qolsa, pul ham ketadi degani. 4-qadam. Bank ilovasini tekshiring. Agar siz foydalanmasangiz ham, kartangiz qaysi qurilmaga ulanganini bankdan so'rang. Begona qurilma ko'rinsa, darhol uzdiring. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa, hammasini ochiq qiling. Qaysi telefon, qaysi parol, qaysi limit, qanday xabar keladi? Oilada bir kishi emas, kamida 2 ishonchli yaqin odam umumiy vaziyatdan xabardor bo'lsa, firibgarlik va tushunmovchilik kamayadi. 5-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, gapni cho'zmang. Agar kimdir kartangiz blok bo'ladi, kod ayting, pensiyangiz oshdi, havolaga kiring, pulni tasdiqlang desa, telefonni qo'ying. Keyin kartangiz orqasida yozilgan rasmiy bank raqamiga yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga ishonib, qayta qo'ng'iroq qilmang. 6-qadam. Pul yechilganini ko'rsangiz, darhol harakat qiling. Birinchi ish, bankka qo'ng'iroq qilib, kartani bloklating. Ikkinchi ish, bank filialiga borib yozma ariza qoldiring.
Uchinchisi, agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada sana vaqt, yechilgan summa, qo'ng'iroq raqami, kelgan SMS, yuborilgan havola, gaplashgan odam aytgan ma'lumotlarni yozing. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, imkoniyat shunchalik yuqori bo'ladi. 7-qadam, pensiya kam tushsa yoki umuman tushmasa to'g'ri joydan aniqlang. Avval bankdan hisobingizga pul kelgan kelmaganini so'rang. Agar bank pul tushmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar bank pul tushgan, lekin ushlab qolingan desa, nima sababdan ushlab qolinganini yozma ko'rinishda so'rang. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosidan ma'lumot oling. Hamma joyda og'zaki gap bilan cheklanmang. Hujjat yoki kamida rasmiy tushuntirish so'rang. 8-qadam, yaqinlaringizga alohida tushuntiring. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni ko'rib bo'lgach, ota-onangizga shunchaki ehtiyot bo'ling demang. Ularning yoniga o'tiring, kartasini birga tekshiring. Muddati qachon tugashini ko'ring. Telefon raqam to'g'rimi, SMS keladimi, PIN kodni kim biladi, shubhali qo'ng'iroq bo'lganmi, bank ilovasi bormi? Bularni birma-bir tekshiring. Katta yoshdagi odam uyalgani yoki tushunmagani uchun muammoni yashirishi mumkin. Siz muloyim gapiring, ayblamang, yordam bering. 9-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensiya kartasi, pasport yoki ID karta, bank shartnomasi bo'lsa, uning nusxasi, pensiya bo'yicha ma'lumotlar, telefon raqam kimning nomida ekani, bularni bilib qo'ying. Agar pensioner betob bo'lsa, oldindan ishonchnoma masalasini o'ylang. Muammo chiqqan kuni hujjat qidirib yugurgandan ko'ra, oldindan tartibga solish ancha oson. 10-qadam, kartada juda katta pul saqlamang, agar xavfsizlikni yaxshi bilmasangiz. Albatta, har kim o'z pulini o'zi biladi. Lekin karta bilan ishlashni yaxshi bilmaydigan pensionerning kartasida bir necha oy pensiya yig'ilib qolsa, firibgarlar uchun xavf oshadi. Kerakli qismini naqd qilish, bir qismini omonatga qo'yish yoki bankdan xavfsiz saqlash usullari haqida maslahat olish mumkin. Bu qarorni shoshilmasdan ishonchli oila a'zolari bilan maslahatlashib qiling. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, pensiyani kartaga olishning o'zi yomon emas. Lekin karta xavfsizligi bo'yicha oddiy qoidalarga amal qilinmasa, odam o'z puliga kira olmay qolishi yoki firibgarlarga aldanishi mumkin. Eng muhim tekshiruvlar: karta muddati, telefon raqam, SMS xabar, PIN kod, bank ilovasi va shubhali qo'ng'iroqlar. Shularni nazorat qilsangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Men ekspert sifatida sizga yana bir marta aytaman: SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi maxfiy kod hech kim aytilmaydi. Banka borishdan uyalmang, savol berishdan tortinmang, yozma tushuntirish talab qilishdan qo'rqmang. Bu sizning pulingiz, sizning pensiyangiz, sizning mehnatingiz evaziga kelayotgan mablag'. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olsangiz, izohlarda yozing. Sizda karta bilan muammo bo'lganmi? Pul kechikkanmi? Bankomat pul bermaganmi? Firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugun ogohlantirilgan odam ertaga pulini va asabini saqlab qoladi.